Yana ba'zi bir iboralar ishlatilyapti-da hozir. Humur rijal va nahnur rijal. O'sha mazhab egalari ham ular ham shunaqa bir insonlar bo'lganlar, biz ham o'shanaqa bir insonlarmiz-ku degan da'voni ham qilishyapti. To'g'ri, alhamdulillah hammamiz insonmiz. Lekin o'sha mazhab boshlarining oldiga qo'yilgan talablar ham bor-da. O'sha talablarga javob bera oladigan insonlar bo'lsa, keyin aytaylik da'vo qilsa arziydi. Talablarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ulamolarimiz aytadilarki, mushtahid ulamolar birinchi navbatda Allohning kalomini yodlagan bo'lishlari kerak. Qur'oni Karimni yodlagan bo'lishlari kerak. Pishiq, puxta. Puxta, juda ham puxta yodlagan bo'lishlari kerak. Xo'p, yodlaganlar ko'p-ku deyishimiz mumkin. To'g'ri, Qur'onni yodlaganlar ko'p bugun alhamdulillah. Mana bu yil O'zbekistonimizda 5,5 ming qorilarimiz bizga xatm qilib berishdi. Qur'onni yodlaganlar ko'p. Lekin ikkinchi sharti ham bor-da. O'sha Qur'oni Karimni yodlaganlar uning tafsirini ham mukammal bilishlari kerak. Uning ma'nolarini, tafsirlarini mukammal bilishlari kerak. Xo'p, Qur'onni yodlagan mufassirlar ham bor deylik. Lekin ularning har bir oyatini, sababi nuzullarini ham bilish kerak ekanda. Qaysi oyat nima sababdan nozil bo'lgan, qaysi paytda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga u nozil bo'ldi va uning nozil bo'lishligidan maqsad nima? Buni ham to'liq bilishlari kerak. Xo'p, sabab nuzulni biladigan mufassir, hofizi kalomulloh bo'lgan olimlar ham bor deylik. Ana undan keyin har bir oyatni uni aytaylik o'sha nosikh va mansuhligini ham bilish kerak ekan. Qaysi oyatlar mavjud, lekin uni amal to'xtagan. Va qaysi oyatni mansux qildi. Undan keyin qaysi oyat kelindi-yu, unga keyin amal qilinganligi to'g'risidagi masalalarni ham bilishlari kerak ekan. Xo'p, yaxshi ona. Qur'onni yod olgan, tafsirini bilgan, sababi nuzullarini bilgan, mansux nosixlarni ham bilgan olimlar bor deylik. Shuni o'zi yetarlimi desa, yo'q deyapti ulamolar. Buni o'zi yetarli emas. Shu bilan bir qatorda o'sha mushtahid ulamolar muhaddis ham bo'lishlari kerak deyaptilar. Muhaddis. Hadisni yaxshi yodlagan. Eng kamida hofiz hadis. Mana tarixchi ulamolarimiz aytadilarki, o'sha Shofiy mazhabining asoschisi Imom Shofiy 750 ming hadisni yoddan bilib uni tahlil qilgan ekanlar. Yoki Ahmad ibn Hanbaldan ham so'rashganda, ustoz, odam fatvo berishi uchun nechta hadis bilish kerak deganlar. Ahmad ibn Hanbal ko'p hadis bilish kerak degan ekanlar. Shunda 100 ming hadisni yoddan bilsa bo'ladimi deb so'rashgan ekan. Yo'q degan ekanlar. 200 ming hadisni yoddan bilsa bo'ladimi? Yo'q degan ekanlar. 300 ming, 400 ming, oxir 500 ming hadis yoddan bilsa bo'ladimi deganda Ahmad ibn Hanbal shunda ham bo'lsa kerak degan ekanlar. Qat'iyatlik bilan 500 ming hadisni roviylari bilan biladigan odam fatvo bersa bo'ladi deb aytgan ekanlar. Ba'zi bir toifalar borki, Abu Hanifa rahimahulloh hadisni bilmaganlar deyshadi. Ulamolar aytadilarki, Abu Hanifa buyuk muhaddis bo'lganlar axir. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng yaqin zamondosh tobiinlardan bo'lganlar. Va mana shu mazhab boshlarining ham eng yaqin Abu Hanifa. U kishi aytaylik o'sha hijriy 80-yil dunyoga kelganlar. U kishining bobolari Abu Hanifaning otasini Sobitni Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning huzurlariga olib borgan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, Amirul Mu'minin, shu bolamni bir duo qilsangiz deganlarda, shunda Hazrati Ali duo qilgan ekanlar. Yo Rabbi, bu yigitning zurriyotlaridan ulamolarni chiqar deb duo qilgan ekanlar. Haqiqatdan shu Sobit rahimahullohning xonadonlarida Abu Hanifa dunyoga keldilarda. Shuning uchun Nu'man ibn Sobit. Va bu kishilar Kufada yashashgan. Kufada Hazrati Umar ibn al-Xattobning davrlarida 1,5 ming sahobalar ko'chirilgan ekanlar. Sahobalarning ham ulamolar ko'chirilgan ekanlar. Hazrati Alining xalifalik davrlarida Hazrati Ali karramallohu vajhahu poytaxtni Kufaga ko'chirgan ekanlar. Shunda Hazrati Ali Kufadagi ilmni taraqqiy etganini ko'rib, Abdulloh ibn Mas'udga Alloh rahim qilsin, Kufani hamma yog'ini ilm bilan to'ldiribdilar-ku degan ekanlar. Abdulloh ibn Mas'ud Hazrat Umar ibn al-Xattobning davrlarida Kufada islomni yoyishlik uchun yuborilganlar. Ma'lumki, u kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomonidan siz ilm ato etilgansiz degan maqomga muyassar bo'lganlar.
Va bizning mazhabimiz ham Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga borib taqaladi. Abu Hanifa rahimahulloh ana shunday ulamolarni ta'limini olganlar. Va shuning uchun ham u zot va barakot shunaqa bir katta ilmga muyassar bo'lganlarda. Mana yuqorida mushtahid ulamolarga qo'yilgan shartlarni ko'rib chiqdik-a. Ana endi ular ham odam, biz ham odam, ular qilgan ishni biz ham qilamiz deydiganlarda shu shartlar topiladimi? Bu zotlarda shunchalik bir ilmga muyassar bo'lishliklari bu Allohning marhamati. Shuningdek o'zlarining ham taqvodorliklari va bir-birlarini juda ham bir ehtirom qilganliklari.